Cho'milishga bormagan ekansiz-ku, bolam. Xattasam bolajonim. Agar biz suvdagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilganimizda hech qanday fojia yuz bermasligi mumkin edi. Ekranni o'chirib qo'ymang. Bu juda muhim. Ko'prikdan suvga sakrayotganingizda suv ostida nima borligini bilasizmi? Ko'lga sho'ng'ayotganingizda suv o'tlari qanchalik xavfli ekanini bilasizmi? Suv ostida uni yorib chiqib ketish mumkin emas. Amalda tezkor tog' daryosidan qirg'oqqa chiqib olish mumkin emas. Suv ostida bahaybat toshlar, suvning past harorati esa tanangizda tomir tortishiga olib keladi. Ayniqsa mast holatda cho'milish aslo mumkin emas. Shoshilinch vaziyatda o'zingizni o'nglay olmaysiz. Spirtli ichimlik ichib olib skuterni haydash ko'p insonlarning halok bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu bilan hazillashmang. Ko'pchilik bu mening haqimda emas. Men o'zimni qanday tutishimni yaxshi bilaman deb o'ylaydi. Ammo halok bo'lganlar ham shunday o'ylagandi. Hamma narsa xayrli va yaxshi bo'lishini istasangiz, faqat xavfsiz joyda cho'miling. Cho'milish taqiqlanadi belgisidan xatlab o'tar ekansiz. Hayotingizga yakun yasagan bo'lasiz.